Mana hozir shaharimiz har kun gullab yashnayotibdi. Mana balalarni bor ekan o'yingohlari ham tashkil qilyapti. Misol uchun yo'llarimiz ravon, mingan taksilarimiz ham dimoqlari cho'q. Mana yo'llarimiz yaxshi. Ertalab ishonsangiz 100 dan ziyod erkak ayol ana shu yerdan yuradilar. Hammasi bir-birini dimog'i cho'q. Mana yo'laylar bo'libdi. Mana o'tirayotgan skameykalar bo'layotgan. Mana yoritqichlar bo'layotgan. Kechalari ham bemalol yuramiz. Hokimimizga katta rahmat, avvalambor prezidentimizga rahmat deb hamma qariyalar, mana hojilar hammamiz duo qilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz butun bo'lsin. Har doim topganingiz yaxshi kunga ketsin. Allohim baraka bersin. Mana u birinchi skameykada birinchi o'tiribdi olaman. Endi niyat eting. Mana shu narsalar hammasi qariyalarimiz. Rahmat. Prezidentimizga rahmat deng. Shu prezident ham duo qilib o'tiribdi. Qancha pul beryapmiz. Har doim topgani ko'p bilan bo'lsin endi. Bir o'ziga bo'lmaydi. Ko'p bilan bersin Allohim. Hamma nima niyatga bo'lsa niyatiga yetsin. Bizlarga qariyalarga o'tirib duo qilib, duolarimizni olib, har doim martabasi ulug' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Shu prezidentga rahmat.